Dada, yaxshi keldingizmi? Rahmat o'g'lim. Bir savol bersam maylimi? Ha, berchi qani? Opog'im o'lganiga necha yil bo'ldi? Ayasi? Qo'l abi. Dadam o'tganiga necha yil bo'ldi? 11 yil bo'lib qoldi dadasi. 11 yil. O'g'lim, buni nega so'rayapsan o'zi? O'rtog'imni bobosi o'lgan ekan, qabristonga borishibdi. Meni ham bobomni qabriga olib boring. Xo'p, bolam. Xo'p, o'g'lim. Bugun olib boramiz. Qani tushdik, o'g'lim. Dada, Labay o'g'lim. bobomning qabri qayerda? Bu tarafdamidi yoki bu tarafda? Keling o'g'lim. Otamni qabriga ham kelmaganimga ancha bo'lib qolgandi. Shunga Topolmayapmiz deng. Qani yuringlar. Ko'rsataman o'zim. Qani. qani yur o'g'lim. Bu haligi Abdumajid onasini qabri bu. Qarab turishyaptimi? Mana shu sizni otangizni qabri. Jasurboy, Labay. yoshligingizda sizdami? Dadangiz qabristonda hasharlariga o'zi yetalab olib kelardi sizni. Tashamayapsanmi dostonda? Barakalla. Xo'p, o'g'lim Jasurbek, mana ko'ryapsanmi? Hammamizni keladigan joyimiz mana shu qabriston. Shuning uchun qachonki qabristonga hasharga ekan desa, o'ylanmasdan chopib keling. Tushundingizmi? Agar birov sizni qabristonga hasharga chaqirmasa, siz o'zingiz boshqalarni chaqirib keling. Tushundingizmi o'g'lim? Mana shu meni sizga bitta o'gitim. Eslab qoling. Kechiring, otajon. Alo. Sardorbek. Labay xo'jayin, Menga 5-10 nafar ishchilar topishga yordam bera olasizmi? Pulini to'layman. Men boshqa ko'ngillilarni ham jalb qilaman. Hashar qilish kerak. bu bo'ladi xo'jayin, uyingizdami? Qabristonda.